Meni ismim Parvina. 22 yoshdaman. Ba'zi bir qizlarga o'xshab otasini erkak qizi emasman. Allohga shukr. Onamni erkak qiziman. 22 yoshimgacha nimani orzu qilgan bo'lsam, hammasiga erishganman. Allohga shukr. Lekin bitta kamchilik bor. Uyim bo'lsa dadam. 22 yoshga to'libmanki, bittagina armon, bittagina og'riq, bittagina sog'inch. Dada degan so'zga juda muhtojman. Bir marta, "Ya qizim, senga nima bo'ldi?" degan so'ziga muhtojman. Lekin men yomon farzand emasdim. Yomon farzand ham bo'lmasdim.